Gazlar ochildi. Gazlar ochildi. Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Shu gaz ochilsa, yangi mashina olgandek xursand bo'lib ketadigan bo'lib qolibmiz-ku. Yangi mashina olgandek xursand bo'lib ketadigan bo'lib qolibmiz. Hammalaring yaxshimisizlar? Bil mart oyi ham, bahor oyi ham ozgina pastroq, sovuqroq kelganlik sababli metan zapravkalar ham ozgina gaz bermasdan turdi. Xudo xolasa mana bayramga ochib yubordi inshaalloh. Hayit bayramiga, Navro'z bayramiga ochilib ketdi. Bundan buyon yaxshi bo'ladi. Mana shu gaz ochilsa, gaz ochilibdi desa, mana shu yangi bir mashina olgandek xursand bo'lib ketadigan bo'lib qolibsiz. Mana shunaqa gaplar. Yaxshimisizlar? Kirib kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Xudo xolasa Navro'zi olam muborak bo'lsin barchalaringga. Hammalaring yaxshimisizlar? Yurtda yurganlar, musofirda yurganlar, tinch bo'linglar. Musofirda yurgan aka-ukalar hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlarda yaxshi kutinglar. Inshaalloh. Ramazonga ham ozgina qoldi. Почти tugadi Ramazon ham. Mana bir oy hash deguncha o'tib ketdi. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Gazlar ochilib ketsa, endi ko'p insonlarda tirikchiligi shu avtomobili bilan tirikchiliklar yaxshi bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Diviziyalar deydi-ku. Aytgan joyingizga bora olasiz. Endi aytgan joyingizga boraverasiz. Hech qimmatroq bo'lib, bugun boradigan joyingizga endi o'zimiz ham gazlar ochilsa boramiz degan joylarimiz ko'p. Xudo xolasa undan buyon yaxshi bo'ladi. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Bayramlarda, Hayit bayramini, Navro'z bayramini yaxshi kutib olinglar, yaxshi kuzatinglar. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov.